Xo'p, akalar, bizning kanalda Nexia 2 ni juda ham yaxshi ko'ruvchi odamlar ko'p ekan. So'raganlar uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan, bir qo'l haydalgan Nexia 2 mashinasini topib qo'yganman akalar. Holati ideal holatda, hech qanaqa ishi yo'q. Birinchi qo'l haydalgan. Agar bironta joyidan kraska topsanglar, gapga javob, mana shu mashina pulini o'zim to'lab beraman. Hamma joyini tekshirib, ko'rib, o'zimiz proberka qilib oldik. Holati zo'r holatda. 4 ta yaxshi balonlar turibdi o'zini. Mana o'zini radnoy diskalarida holati zo'r holatda, rostdan ham o'zimga ham yoqdi. Xo'p, mana bu ashibkalari ko'rib turganlaringdek super salon. Bitta himchizgacha qildirib olsanglar zo'r holatga keladi akalar. Xo'p, ko'rib turganlaringdek mashinada chexol, polik hamma narsa bor. Agar yangilayman desanglar, arzimagan pulga yangilab olsanglar bo'ladi. Magnitofonlari bu ishlab turibdi dedi aka. Xo'p, probega akalar 2 kuruk yurgan. Metan gazlar uстановка qilingan. Xo'p, narxi akalar вообще shikalat narxda. Motor hadovoy hech qanaqa ishi yo'q. Bizning kanaldan olib, maza qilib haydayman degan aka-ukalar uchun mashinamiz narxini $4100 deb belgilab qo'ydik. Bemalol telefon qilib baraka qilib olishingiz mumkin. 1 soat, 2 soatda bilasizlar, bizda baraka bo'lib ketadi. Ulgurib qo'yinglar. Telegram bilan YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, 10-15 ta kuniga shunaqa mashinalarni qo'yib boramiz. Bosib olishingiz mumkin, davay.